Oy bo'lmaganda nima bo'lardi? Tasavvur qiling, oy yo'q. Dengizlar tinch, lekin o'lik. Yer o'qi tebranadi, fasllar izdan chiqadi. Hayot sekin-asta so'nadi. Bu shunchaki taxmin emas. Olimlar hisoblab chiqishgan. Oy Yerning muvozanat qo'riqchisi. Assalomu alaykum. Efirda bu o'ta qiziq turkumdan video. Agar oy shunchalik muhim bo'lsa, u tasodifan paydo bo'lganmi? Oy Yerning yo'qolgan qismi. Eng kuchli nazariyaga ko'ra xuddi shunday. Oy bu Yerning uzilgan bo'lagidir. Bir paytlar ulkan to'qnashuv bo'lgan. Yer yaralangan va shu yaradan oy tug'ilgan. Shuning uchun oy tuprog'i yer tuprog'iga o'xshash. Fikr qiling. Oy osmondagi begona emas, balki bizning kosmik izimiz. Albatta nazariyaga ko'ra. Oy bizni ko'rib turibdimi? Biz faqat bitta yuzini ko'ramiz. Har doim. Bu hech qachon o'zgarmaydi. Bu holat insoniyat tarixida qo'rquv uyg'otgan. Bu afsonaga ko'ra albatta. Qadimda odamlar orqa tomonda nimadir yashirin deb o'ylagan. Bugun bilamiz, uning orqa tomoni qorong'i emas. Shunchaki bizdan yashiringan. Eng g'alati nazariyalar ham mavjud. Ba'zi nazariyalar bor. Ular sizga yoqmasligi ham mumkin. Oy ichi bo'm-bo'sh, u sun'iy obyekt, u signal uzatadi, ammo buni ilm-fan rad etadi. Lekin faktga ko'ra, oy zilzilalari bir necha soatlab davom etadi. Nega? Bu savolga hali aniq javob topilmagan. Oy sekin ketib boryapti. Oy Yerdan har yili 3,8 santimetrga uzoqlashmoqda. Sekingina, jimgina, ammo bu uzluksiz bo'lyapti. Million yillar o'tgach, tun nisbatan qorong'iroq bo'ladi. To'lqinlar nisbatan kuchsizlanadi. Yer nisbatan yolg'izroq bo'ladi. Bu albatta ko'chma ma'noda. Ta'lim dasturlarida esa Oy haqida eng ko'p uchraydigan ma'lumotlar quyidagilardan iborat. Oy Yerning yagona tabiiy yo'ldoshi. U Yer atrofida doimiy ravishda aylanadi. Oy o'zidan yorug'lik chiqarmaydi. Biz ko'radigan yorug'lik bu quyosh nurining aksidir. Oy Yer atrofini taxminan 27,3 kunda bir marta aylanib chiqadi. Oy Yerga bir tomoni bilan qarab turadi. Biz Oyning faqat bitta tomonini ko'ramiz. Oyda havo yo'q. Shuning uchun u yerda shamol, yomg'ir va ovoz bo'lmaydi. Oy yuzasi kraterlar bilan qoplangan. Ular meteoritlar urilishlari natijasida paydo bo'lgan. Oy Yerga dengiz to'lqinlariga ta'sir qiladi. Uning tortish kuchi suv sathining ko'tarilib pasayishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik odamlar to'lin oy paytida asabiylashadi, uxlay olmaydi, tushlari kuchayadi. Bu holat hanuz bahsli, lekin kuzatuvlar ostidadir. Shifokorlar ham tan olgan. To'lin oy kechalari ba'zi insonlarda uyqu sifati pasayib ketadi. Ba'zilar 1969-yilgi Apollo 11 oyga qo'nishini studiyada olingan deb hisoblaydilar. Ilmiy javobda esa oydagi izlar, qaytgan toshlar va mustaqil kuzatuvlar qo'nishni tasdiqlaydi. Astronavtlar qoldirgan oyoq izlari hanuz o'chmagan. Sababi oyda shamol va yomg'ir yo'q. Bu ko'pchilikni hayratga soladi. Ba'zi missiyalarda aloqa qisqa vaqtga uzilib qolgan. Astronavtlar ko'rgan narsalar haqida gapirmagan degan mish-mishlar bor. Oydan olib kelingan ayrim toshlar Yerda uchramaydigan tarkibga ega, juda qadimiy va ularning kelib chiqishi haqida savollar tug'dirgan. Ba'zi astronavtlar Oy atrofida yorug' nuqtalar ko'rganini aytishgan. Olimlar buni kosmik chang yoki yorug'lik sinishi bilan izohlaydilar. Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak siz bu o'ta qiziq turkum ko'rsatuvlarning birinchisini tomosha qildingiz.
Hali bundan oldinda juda ham qiziq videolar tayyor turibdi. Bizni kuzatishda davom eting. Laykni bosishni unutmang, obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun tashakkur.